100 yillik farzandi bor samarqandlik millioner Anvar Temirov haqida 3 ta fakt. Birinchisi, Anvar Temirov 1991-yil 26-iyunda Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida tug'ilgan. U 2014-2016-yillar davomida nonvoy bo'lib ishlagan. Ikkinchisi, dadasi o'zining birinchi uyini $18,000 ga sotib, shu pulni Temirovga bergan. Shu yordam bilan Temirov 25 yoshida qurilish sohasiga kirib kelgan va 10 yil ichida qiymati $1 milliard dan oshadigan yirik yuksalish loyihalarini amalga oshirdi. Bugungi kunda O'zbekistonning 5 ta viloyatida faoliyat yuritmoqda. Uchinchisi, Temirov plita, beton, mebel zavodlari va avtosalonlarga egaligi bilan emas, balki odamlar uchun qilayotgan yaxshiliklar bilan ham tanilgan. U 70 ta boquvchisini yo'qotgan oilaning 150 nafar farzandini o'qishini va moddiy ta'minotni to'liq o'z zimmasiga olgan. Agar Anvar Temirov haqida yanada batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, Millionerlar klubi YouTube'dagi intervyuni albatta tomosha qiling.